Bugungi vahimalik asar Qora Meshik. 7-qism. Singlim ozroq yig'lab qo'yib, qo'lini bir so'zitib, qaytadan yana uyquga ketdi. Enim beshini osti ko'tarib, ko'zini bir o'litib, "Neymiş bo'ldi? Texchi uxlamabsan-ku. Boyamsa vaqirdingmi?" deb ko'zimga olib qo'yib qarab turardi. "Yo'q ukam, men emas, qo'shnilar." "Chiqib qarab boqmamsan?" Men sal esim kelib, ishini osti echib, beshimni usti tarafiga ozroq egib bir qarayotgandan keyin ko'rdimki, men ustini faqat ko'ra olmadim. O'ylining ichi odamlar bilan liq to'lgan bo'lib, ishining oldini to'sib olgan edi. Men o'ng tarafga qarab, eshikdan sug'urilibroq chiqib, odamlarning orasidan qisilib oldiga chiqdim-yu, yuragim g'irtidi bo'lib qoldi. Vaqirgan ayolmi bayonqi ikisidek so'ngak beti qolgan bo'lib, go'shtlari yulib tashlatilgandek bo'lib ketgan edi. Faqat u yer bu yerlardan qonning yo'qlari choplashib qolganini hisob qilmaganda, so'ngaklari pokizlatilgan edi. Men qo'rqib ketganimdan keynimga dojib, keynimdagi birning yo'tisiga berib so'qildim. Qarasam, atrofdagi kishilar kichik bolalarni kirib ket deb uylarga haydayotdi. Ba'zan ayollar bo'lsa, bir-birining mo'risiga beshini qo'yib, unsiz yig'lab to'xtaymi demaydi. Men o'tliq qarasam, nechisi ha deb yo'pilib "Bo'ldi, ko'chib ketayli. Bo'lmasa bizning o'ligimiz chiqqudek bu o'yladin." Yandagi qo'shna eriga to'xtalmagan ko'z yoshini yog'liqining bir burchuk bilan etib davotgan gibi qo'lqimga kirdi. Men beshimni burab, asta o'ylining usti atrofiga nazar tashladim. Ularning mushu atrofda menga qarab turayotganini bilatdim. Lekin hozirgi jur'atim nadin keldi? Azaldan ulardan qo'rqib turgan yuragim hozir bo'lsa ularga qarash uchun suqyotdi. Lekin hech ularni ko'ra olmayotdim. Tuyuqsiz kirib keta. Kichik bola degan bundaq yerda tumaydigan. Men ishda keynimga qaradim. Birining beshini pastga borib, menga qilayotgan gapidan meni davotganini sezib ichimda. Men qandoqmi kichik bola bo'lay deb o'ylab bo'laroq keynimga yenib qisilib yurib, oram deganda uyning eshigiga kelib oldim. Ishini echib kirgandan keyin qaytadan ishini yopib etdim. Ham ichidagi uyga kirib, derazadan sirtqa qarashga boshladim. Odam ko'p bo'lg'achqa har qism gap anglanib turardi. Tuyuqsiz darvoza tarafdan soqchi mashinasining ovozi anglandi. Hammasi darvoza tarafga qarashdi. "Ner turinglar, bir chetga o'tinglar." Bir turkum soqchilar hovli ichiga kirib keldi. Ular odamlarning yo'l bo'shatib berishi bilan jasad oldiga kelibla og'zini echibla qoldi. Bir nechisi yo'pilishga tayyor bo'lgan chig'i og'zini ittik etib olishdi. Keynidilla qonun doktorlari somkalarini ko'tarishib kelib, jasadni qaytadan tekshirishga boshladi. Men derazaning ichida turib, hamma ahvolni ko'rib turib. Ular somkalardan bir narsalarni chiqarishib, jasad ustida yurib bo'lib, oradan biri yana bir oq kiyimli soqchini oldiga kelib, "Boyamqi jasad bilan o'xshashga, shuni kesib etishga bo'ldiki, bularni bundaq holatda o'ltirib o'tish ham buncha qisqa vaqtda bundaq vahshiylik bilan terisini ham go'shini shilib olish odamning qo'lida kelmaydi." Yilqi oq kiyimli soqchi ozroq jiddichilik talaffuzda. "Nima dedingiz? Odamning qo'lidan kelmaydi? Ammo siz odi qandoq narsa mushundoq vahshiy usulda odam o'ltira oladi? Men sizni bahoni ko'rsatdim demadim. Men qoyil qilarlik javob bera." Soqchilar o'yli ichidagi hamma odamni bir bo'longa qistab gap elib otdi. Nechisi g'udurlabmi qo'yatdi. "Men tek boyam kirsib shundoqka, nemishqa meni mong'ini qo'ymaysizlar?" Oradan birining, "Hozir hech kimni gunohsiz deya olmaymiz. Shunga tekshirishimizga moslashishinglarni umid qilamiz." Hammasi jimib qilishdi. Qonun doktori kayni yenib, qaytadan jasadni tekshirishga kirishdi. Lekin uzoq o'tmayla yana hiliqi soqchining oldiga kelib, "Ozroqmi puchi yo'q. Hatto barmoq izim yo'q. Lekin bir narsa gumonliq. Tilingizni chaymay tezda." Uning sardi bilan degan so'zi ozroq cho'chitgan bo'lsa kerak. Uning badanining go'shini o'rnida turib cho'klatgan holatda ele o'tibdi. Ham intayin tez suratda qandoqlarmi xuddi bog'lab qo'yilgan holatda yiqibdi. Oq kiyimli soqchi qo'lini yonchoqqa tiqib birdam turib ketgandan keyin yenidagi yana bir soqchi bilan chiqib ketdi. Men qaraverib, ko'zlarimni telivotdi. Osti keynimga yenib, tomga yo'linib, beshimni tizdim qo'yibla qandoq uxlab qoldim. Ishning jiddiy chekilgan ovozdan cho'chib, ishini ossam, heliqi ikki soqchi edi.
Mendan yanıla aldığım qatimqidek sualını so'rashdi. Ondan keyni yenib chiqib ketdi. Lekin bu qatim o'xshamaydigini ular uyga kirib, hamma yerga bir qo'ldan qarab etgandan keyin chiqib ketdi. Men eshikni qaytadan yepib o'tib turishimga kallamga darrov bir ish keldi. Mushuk. To'g'ri, mushuk. Manaja bugun kechda uni ko'rmadim ya. Doimla mening yelimdan ketmaydigan mushuk bugun kechda nega ketgandi? Men uyni izlab hech topolmay qolayotgan chog'da kallamga izlamagan bir yer keldi. Dadamning uylarvanchilikda ishlatilgan saymon sanduqqa kirib olmagandi. Lekin u sanduq taqoq tursa, har qancha bo'lsin hech fikr bo'lmas. Ya u yezdagi uydimidi? Ishini ochmay turibla g'oyib bo'lib chiqib ketgan. Nimil degan bilan bir qarab boqaychi. Men ichidagi uyning bulun tarafiga qo'yilgan sanduqni xiyoli echibla, ichiga qarab qo'limni itib qo'yatdim. Jaq qilgan ovoz bilan sanduq yepilib qoldi. Yuragim gupildab so'qib turadi. Men yuragimni bir tutib olib, qaytadan sanduqni ochdim. Ichida mushuk tugilib yotadi. Lekin uning ko'zi qip-qizil bo'lib, xuddi qon ichgandek ko'zidagi qizilning qon bilan farqi yo'q edi. Men sanduqni ochgandan boshlab menga qarab turadi. Ko'zidan bir xil qo'rqinchli holatni ko'rgandek bo'ldim. Lekin bu qatim menmi qo'rqmay, ko'ziga tikilib qarab turib o'tib, sanduqni ostiga yepib etdim. Ham teshidagi uyga chiqib, kechicha kirpik qoqmay chiqdim. Lekin ko'zim ichidagi uyning kirish eg'izda edi. O'yladagi soqchilarning ham yana kimlarning gap qilgandagi ovozlari menga hamroh bo'lib, yuragimdagi qo'rqinchni ozroq bo'lsa-mu pasaytgan edi. Nima degan bilan ular xalq soqchisida. Tangmo osti suzildi. O'yladim, soqchilarning oyoq ovozidan boshqa ovoz kelmaydi. Mendagi qo'rqinchmi tangning suzilishiga ergishib yo'qashga boshladi. Yuragimmo sal joyiga tushdi. Lekin boshqa qo'rqinish yo'q bo'lsa-mu, sanduq ichidagi mushuk meni iskanjasiga elib olgandek bilinayotdi. Gerçi Qosim akam xitida bu mushuk tuman alvastisi tanlagan odamni qo'g'daydi degan bo'lsa-mu, nima degan bilan bu mushukmi shularning bir a'zosi bo'lg'achqa menga har vaqt xatar elib keladi. Men osti mugdab qolgan o'rnimdan turib, ichidagi uyning kirish eg'izidagi eshikka yo'linib, bo'ynimni bulungdagi sanduq suzib qaradim. Sanduqdan hech bir sado kelmagach, men birdam qarab turib, keynimga yenib, enim bilan singlimga qaradim. Ular texcha hech nimadan xabarsiz tatliq uyqudan uyg'onmagan edi. Osti berib ishini ichib sirtqa qaradim. Qo'shnilar allburun turib bo'lgan bo'lib, ba'zi qo'shnilar uy egasi bilan paranglashayotgan bo'lsa, yana ba'zi qo'shnilar bir yerga yig'ilib olib, oqshomgi ishini deyishyotdi. Nechisi ko'chib ketishga tayyorlik qilayotgan bo'lib, bir narsalarni sirtqa chiqyotdi. Sirtdan bir turkum soqchilar o'yliga qaytadan kelib keldi. Ular qaytadan oqshomgi ayol jasadning o'lgan o'rniga kelib, qarab turib ketishdi. Ular nimaga qarayotgandi? Yo bu yerda hech nima bo'lmasa, shu bir necha yil tomchi bo'lib ketib qolgan qon izidan boshqa hech nima yo'q tursa, nimaga qaraydigandi? Men shularni o'ylab turganimda, oradan birning degan gapi xayolimni bilib o'tdi. Oqshom ayol mushayda noma'lum narsaning hujumga uchrabdi-ki, qolgan ishlarni bayam idorada bizmi sizlarga deb o'tdik. Oradan egiz boy kelgan uchisiga soqchi formasini yarashtirib kiygan biri so'radi. Siz uning qandoqlaridan boshqa hech nimasini qo'ymabdi deb aytdingiz. Ammo shu jasadning ozroqmi go'sht degan narsalarni qo'ymay tozalab o'tganmidi? Bu men shunga aqlim hayron qilyapti. Biz naq maydondan faqat uni tozalab oqartib o'tgan ustaxondan boshqa hech qanday narsa bayqamadik. Yana bir soqchi kekashlavroq dedi. Amsa buni yuqori qanday doklad qilamiz? Maxluqning hujumuga uchrab o'libdi odamdoq. Egiz boy soqchi chiroyini purishtirib, bayonqi soqchiga zardi bilan so'zlab o'tdi. Keyin kishilarni bilgimni kelmadi. Aniqki, yana ularning gaplariga quloq solib qaraversam, qo'rqinish qaytadan avj olishi mumkin edi. Kimsiz? Bu uyga kirishingizga bo'lmaydi. Darvoza sirtidan bir soqchining ovozi anglandi. Men mushu uylarda ijara uy olgan. Balllarım texchi uyda. Men kirib ballarimni ko'msam bo'lmaydi. Uning ustiga ballarim kichik. Shuni meni kirgizib etsangiz. Bir ayol kishining yolvorish talaffuzda qilgan ovozi anglandi. Onam, men ovozni tunibla yugurib darvoza oldiga chiqdim.
onamni bir saqchi to'sib olgan edi. Mo'shu mening ballarim bo'ladi. İşte yana bundan kichik ikki balam bor. Ham bir qizim bor. Ha bo'lmay meni kirgizvasangiz. Heliqi saqchi onamga toza bir qarab etgandan keyin, Oqshamsiz, o'yladi bamtınız. Yo'q, yo'ldishimning yeniga borgan. Qandaq? Oqsham bir ayol bu o'yladi noma'lum birining hujum uchrab o'libdi. Shu hozir mush o'yladagi barliq kishilarni tekshiryapmiz. Sizlarni tekshirishimizga moslashib berishingizni umid qilamiz. Qani, kirsangiz bo'ladi. Rahmat. onam mening yenimga kelib, So'ning bilan ening qani balam? ular tegich uxlayotdi, dadamchu. Onam eg'ir bir ufsini o'tib, Hey. Saqchilar hozir Qosimkamning o'limini dadangiz bilan munosabati bor deb tutib turib etibdi. Mushu bir qancha kun ichida bir gap bo'ladi ekan. Shirin balam, ko'zqo'nglarni ochqandi. Men samsa g'ash kelgan issiqqa velinglar. onam menga shu gaplarni qilib, qo'lidagi samsini menga uzatdi. Onamning o'yliga kirishi bilanla uyning egisi onamni chaqirib, o'zining uyiga akirib ketdi. Uzoq o'tmay, onam g'amkin holda eshikni ochib kirib keldi. Uninggacha bizmi samsi yeyishga tutish qilayotgan edik. Qarasam, onamning ko'zidan sirg'ib chiqqan ikki tomchi yoshni ko'rib, kelimga berib qolgan samsa g'iqqida turib qoldi. Men samsini yutib o'tib, onamning qishig'i berib, nima ish bo'lganligini so'radim. Albatta, singlim bilan enim dadamni so'rab, onamning hozirgi ko'nglini yerim qilib o'tgan chig'i, onam o'ksib yig'lab ketdi. Uy egisi ayol bizni ko'chib ketinglar. Sizlar keliblar, bu oilaning oramchiligi buzildi. Bizni tinch yashag'ili qo'yinglar deydi. Tursinjon bo'lmasa, men o'zim yolg'iz qandoq kechaman? Onam shundoq deb bo'lib, bir ish yodiga kelgandek bo'ldimi qandoq? Men yo'l bo'yidagi telefon botkasidan telefon urib kiray. Dadanglarning maktabda birga o'qigan bir saboqdoshi mushu Oqsuda bo'ladigan. Balkim shu saboqdoshi bizga yordam qila olishi mumkin. Deb o'rindan turib chiqib ketdi. Lekin soqchilarmi uyma-uy kirib tekshiryotdi. Eshikning chekilgan ovozini anglab, eshikni ochdim. Bu qatam 2 emas, 5-6 dek soqchilar uyni tekshirimiz deb kirdi. Men bir chetga o'tib, ularga yo'l berdim. Ular har bir bulung pushqoqcha oqtirib, ichidagi uyga kirib ketdi. Hey, bo'ldi, tugashdim. Ular mushukni payqab qolsa, cho'qim bizni tekshirdi, deb o'yladim. Oradan biri, Bu yerda bir mushuk bor ekan. Sanduq ichida. hammasi shu yoqqa o'tkeldi. Nima deb mushukni sanduq ichiga qo'yib qo'ydinglar? Men ittik berib mushukka qaradim. Uning qip-qizil ko'zidan asarmi yo'q edi. Burung'idek bir oq, bir qora bo'lib, normal bo'lg'achqa, menmi o'chiqla. To'liq qo'shnilarning uyga qochib berib oldi ekan, shuni uslab qo'ygan. Ularmi o'shiq gap qilmay, sanduqni yepib o'tib, uyga qaytadan ko'z yugurtib o'tib, chiqib ketdi. Cho'ng tipdagi vahimalik asar Qora mushuk. 8-qism. Soqchilarning tekshirishi oxirlashmagan bo'lg'achqa, bu o'yladan hech kimning chiqib ketishiga yo'l qo'ymadi. Onam dadamning maktabdagi savoddish bilan aloqalashgan bo'lib, tekshirish tuguslar ko'chib ketmoqchi bo'ldi. Oradan necha kun o'tdi. Bu bir necha kun ichida g'ayriy ishlar yuz bermagan bo'lsa-mu, mening kallam qatmalarga tushib kelyapti. Bir tarafdan qo'rqayotgan, yana bir tarafdan mening bu ishlarning sababini bilgim kelyapti. Men bilay desam-mu, hozir qo'rqim yetmaydi. Ular gerçi atrofimda bo'lsa-mu, meni izlab kelsa, men ularni topolmaydim. O'yladagi qo'shnilarmi bizga g'ayri qarayotdi. Biz to'g'riliq gudun paranglarni anglasaqmi, anglamasga selib oldik. Onam gerçi bilib tursa-mu, bilmasga selib yurgan bilan dardini o'zi biladi. Bir kuni soqchilar o'yla oldiga uqtirish aplabdi. Uqtirishda bu o'yning chekildiganligini, shunga uy ijara edib o'ldirganlarning tezdan ko'chib ketish talab qilingan ekan. Onam shu vaqtning o'zida dadamning savoddish bilan aloqalashdi. Uzoq o'tmay eshik oldiga bir mashina kelib to'xtadi. Men eshik oldida singlimga qarag'ach atrofga ko'z yugurtib o'tdim.
Lekin kunduzi bo'lg'achqa ularni ancha farq qilib bo'lmaydi. Anam menga Bo'ldi balam. Endi o'zinglarning narsalarni elib mashinaga bersanglar. deb qo'yib kirib ketdi. Eliqi bir necha yilmi uyga kirib qo'l uydagi narsalarni mashinaga besish boshladi. Men o'zimning sumkasini ko'tarib, avaylab mashinaning orqaga qo'yib qo'ygandan keyin yana atrofimni kuzatdim. Xuddi ular meni kuzatib turgandek bilinayotdi. Mushu uydan ketsak, ular balkim bizni topolmas deganlarni o'ylab baqdim. Lekin ko'nglimga ayon, ular meni yana tepib oladi. Uydan achiqadigan narsalarni tugagan bo'lsa kerak, oxirgi bir tal kilemning ostida qo'yadigan bir tal kigizni besitib, onamga qarab turatdim. Onam o'ygisi bilan biroz gap qilishib, yenib chiqdi. Men bu bir necha yilga tafsili qarab chiqdim. Lekin ko'zimga bular hech yaxshi odamdek bilinmayotdi. Oradan biri men bilan inimga toza bir qarab ketib, meyiqida kulib qo'yib, o'zining ishi bilan mashg'ul edi. Onamga chiqib bo'ldi. Tugdimi Amina? Endi mansaq bo'larmi? Oradan biri yig'lashdi. Inim bilan singlim mashinaga chiqib bo'lgandan keyin men chiqdim. Mashina eshik oldidan yeni qo'zg'aldi. Mashina shahar ichini bir aylangandan keyin bir cho'ng ko'chaga kirdi. Lekin shahar ichi degan bilan yo'l bek eski edi. Bu yo'lda qator ketgan tor ko'chalar bo'lib, mashina oxirgi bir tal ko'chaga kirib, ozroq mengibla bir cho'ng darvozaning oldiga kelib to'xtadi. Darvoza eshigi qo'sh eshik bo'lib, o'ng tarafdagi eshikning o'rtasidan yana bir kichik eshik ochilgan edi. Biz mashinadan tushib tursak, o'yla ichidan bir ayol illiq kulimsirab chiqib keldi. Onamni ko'ribla, "Voy tinchlikmi, Amina?" deb salomlashib ketdi. Onungacha qolganlar mashinadan yuktaklarini tushirib, o'yliga akir ketdi. "Qani balarim yuringlar. Hozircha dadanglar chiqibcha, mushu yerda turib turinglar. Qani balam yura." "Amina, mushu kichik o'g'lingiz yomondek turdijimi? Tursunjon chiqqandan keyin menga beramsizlar ya? O'zim bir qo'lliq odam qilsam." Uning yeligarlik bilan qilgan so'zidan ancha yaxshi odam emasligini his qildim. "Qani balam yuringlar." Enim bilan ikkimiz oldida kirdik. O'ylida yana bir qancha odam bor bo'lib, ularning chiroyidilla yaxshi odam emasligi bilinib turadi. "Ha, Aminam, bayam Yoqubjon sizlarni keladigan bir uyni bekolab bering degandi. Shunga bu uyni atayin taslab qo'ydim. Hozircha uy sal kichik bo'lsa-mu yetib turinglar. Bir ish bo'lsa tatinmay davering." O ayol shundoq deb qo'yib, kayniga yenib, o'zining o'tildagi uyga kirib ketdi. Biz turgan uy darvozaning sol tarafiga joylashgan bo'lib, derazadan emishib qarasak, darvoza sirtini ozroq bo'lsa-mu ko'rgil bo'ladi. Men onamga, "Dadam qachon chiqdi ekan?" desam, onam sal ochiqlab, "Bilmayman dedim-ku, nimanda so'raversiz?" Onamning talaffuzidan hayron qilib, asta sirtga chiqib, darvoza oldida o'tirdim. Darvozaning o'dilda yesh xeli cho'ngib qolgan, qo'lida g'oz tutib turgan bir kishi menga uzoq qarab turib ketgandan Bolam, bu yoqqa kela. men o'rnimdan turib, yeniga bordim. Yangidan ko'chib kelgan o'xshamamsizlar. Men, dadamning saboq ekan, shunga ko'chib kelgan. U odam bir og'izdan turib ketib, Lekin bularga yiqi yo'limi sanglar bo'ladi. Bular yaxshi kishilar emas. u odam yana gap qilay deb turdi. Darvozadan dadamning saboqi chiqib, menga qarab, "Mana bolam, uyda o'yna. Sirtqa chiqma." deb chaqirdi. Men kaynimga yenishlab qarab qo'yib, darvoza ichiga kirib ketdim. Dadamning saboqdishi darvozani yopib o'tib, "Buningdan keyin qalayimqan kishilar bilan paranglashma. Sirtqa ko'p chiqma." deb qo'yib, o'ylidagi kaptarxona ustiga chiqib ketdi. Ularning uyidan xeli ko'p odamlarning ovozi chiqadi. Men o'ylidagi gulga qarab tursam, yenimda inim paydo bo'lib, "Nima tursan, aka? Ha, rost aka. Men bu yom mashinadan tushayotganda mushuk oldida tushib ketdi emasmi? Men shu chaqda mushukning xaliti bir ovoz chiqarayotganligini payqadim." men ishtik inimga qarab, chondirmaydi. Mushuk degan miyovlaydi, yana nima ovoz chiqaradi? Inim, "Oho, shu. Boyam onamga shundoq desammi? Onammi shundoq deydi. Lekin men rostla mushukning mashinadan sakrab tushibla bir bulunga berib, g'alati ovoz chiqarganligini angladim. Mushukning og'zi gap qilayotgandeklar.
Men ko'ziga qarab qo'yib, "Bo'ldi ukam. Balkim sen xato ko'rib qolgansan." Bo'ldi, sen deysan foydasi yo'q ekan. deb kayniga yandi. Men itik oldiga o'tib, "Ukam, bu ishni o'zingdan bilak hech kimga demaychimi?" dedim. U Tova, hammanglar sorang bo'lib qoldinglarmi ya? Yo'q, men ya sorang bo'lmasam kichik deydigan. u shundoq deb bo'libla uyga kirib ketdi. Lekin menga ayon edi. Bu qora mushukning kelib chiqishi menga ayon bo'lg'achqa, men ancha hayron qolmadim. Lekin o'ylab yetolmaganim, mushuk zodi kim bilan paranglashgandi? Acaba yana shular bilan paranglashayotganmidi? Men oxirini o'ylashga jur'at qilolmay, o'ylangach uyga kirdim. Onam texchi uyni yig'ishtiratdi. Onam uyni retlab bo'lguncha kashmi bo'ldi. Onam sirtdagi o'choq o't yoqib, tamoq etay deb tayyorlik qilyotdi. O'tildagi uydan Aminam bo'ldi, tamoq etmang. Bugun bizning uyda tamoq yeylik. Tamoq etaman deb avori bo'lmang. Onam rad qilgan bo'lsa-mu, bu ayol onamning qo'lini tortib, o'zining uyiga boshladi. Yuringlar, qani kiringlar. Ablikim yura. Bu ayol inimning ismini qandoq bildigandi? Men inimga qarasam, inim mengib ketdi. Menmi keyindan uyga kirishga tepshaldim. Uyning ichi shundoq cho'ng bo'lib, ostida qip-qizil gilam bo'lg'achqa, men qizil gilamni ko'ribla ozroq kayingandim. Ko'zimga gilam boshqacha ko'rinib ketgan bo'lsa kerak, men eshik oldida turib qoldim. "Qani, kira bolam." Dadamning savodchi o'tildagi ko'rpining ustida o'tirib, meni chaqiratdi. Men oyoqimni silitib, tamtirab bir bo'longa kelib o'tirdim. Yaqubkam, "Yaqubka, ma kichikning ko'zi yomon kajmi? Bir qarashdilla yomonlik chiqib turdi." Ardin chiroydan qaramliq chiqib turadigan, yuzi tortib bilan to'shib ketgan biri eg'iz ochdi. Dadamning savodchining ismi Yaqubjon ekanda, men endi bilib oldim. "Yaqubjon, Tursunjon chiqsin. Ondan paranglish baqayli. Ma'am yarab qoldi bu. Yalqi tortiq yuz. O'zim bir qo'lliq tarbiyalayman buni. Cho'qim ushqur bo'lib yetishib chiqdi." Men tushunolmay qoldim. Ular zodi nima deyotgandi? Qani tamoq yenglar ha. Paranglichi tamoq yeb bo'lib deysanlarmi bo'ladi. Tursunjon chiqmasa, Aminam bilan paranglashaqmi bo'la? Ablikim Aminamning balasi shundaqmi Aminam? U ayolning degan so'zlar yenimga bir ish bo'lgan o'xshaydi deb o'yladim. O'ri chiqib turgan bir tax polo yenim bilan ikkimizning oldiga qo'yildi. "Olya bolam jiqroq ya. Olya ma'un ko'yni xashla." deb yenimning oldiga pulni qo'yib qo'ydi. Albatta, ma'mi berdi. Gerçi olgun bo'lmasmi, onam. "Elingga bolam, rahmat tanga Yaqubjon dadingizga." Men onamga bir xil qarab qo'yib, pulni yanchug'imga selib qo'ydim. Onungacha dadamning savog'ishi bir yug'an go'shni bizning taksiga qo'yib qo'ydi. Onamdan bilak hammasi enim bilan menga yeliganlik bilan tishlarini chiqarishib yechiyotdi. Pulni yeb bo'lib, enimga "Yuray chiqib o'ynab kiraydi" deb boshlab chiqib ketdim. Sirtqa chiqib enimga "Ukam, agar birasi yurt sirtqa chiqib kiraysa, mangmajumi? Bularning niyati senda qolgandek turdi" deyishimga enim yondiribla. "Ne deb gapni qildi ekansa, men so'rang bo'lmasam ya" debla to'ng so'zlab qo'yib, o'zimizning uyiga kirib ketdi. Bu vaqtda sirt xili qorong'i bo'lib, atrofmi jimjit edi. Bo'yli sirtidan ozroqmi ovoz anglanmaydi. Tuyuqsiz qulqimga "Farhodjon, bu yoqchi" degan shundoq vahimlik ovoz anglandi. Men ittik to'rt atrofimga qaradim. Hech nima yo'q edi. Men darhol uyning usti taraflariga qaradim. Yanala hech nima yo'q edi. Men balkim xiyoli tuyg'un bo'lsa kerak deb turishimga yana anglandi. "Farhodjon, bu yoqchi" Gerçi ovoz shundoq tuvan bo'lsa-mu, lekin ovoz suzilib, ham shundoq vahimlik chiqyapti. Men diqqat qilib anglashga boshladim. "Farhodjon, men seni saqlayapman. Bu yoqchi" Men bu ovozning xili yiroqdan chiqayotganligini sezdim. Men bugun uxlab, atdiganlikka bu atrofni kuzatib boqmoqchi bo'ldim. Men bir ishni o'ylayotdim. Ularning ko'zi qoyda qizil, qoyda yeshil rang yuradi ekan. Bu nimani bildirgandi? Uning ustiga
ularni bir qancha qatim uchratgan ham ularning bir qancha odamni vahshiylarcha o'ltirayotganini ko'rgan bo'lg'achqa, hozir ulardan ancha qo'rqmaydigan bo'lib qoldim. Balkim yuragim to'xtab qolgandi. Men shularni o'ylab uyga kirdim. Onammi uzoq o'tmayla qo'lida bir parqaroq raxtni ko'tarib kirdi. Balkim yiliq ayol berganda qachon. Men onamga o'miyib qarab qo'yib, ustiga chiqib katta o'ltirdim. Onam tuyuqsiz so'radi. "Nim bo'ldingiz bolam? Bir ish bo'ldimi?" Gerçi gap qilg'im bo'lsa-mu? Yo'q, hech nima bo'lmadi. Shu dadamni o'ylab qoldim. Siz qaytib berib ko'rishib baqsiz bo'lmamdi. Ular dadamni qachon qo'yib berdi ekan? Onam, "Baxsammi ko'rishamaydi ekanman bolam. Saqlab boqqili, chiqib qola." Men onamning bundoq parvosiz qilgan gapini anglab, shundoq achchig'im keldi. Lekin onam tursa, gap yondira olaytimmi? Singlimmi dadamni sevgandim deb g'alaba qilib turdi. "Yig'lama qizim, dadangiz atib keladi" deb belgilab qo'yganmi bo'ldi. Bugungacha hech qanday ish yuz bermadi. Atsi atganda hammadan burun o'rnimdan turib, ishni pam bilan echib, darvoza oldiga chiqdim. Men oqshomgi ovozni nerdan kelgandi deb bu tar ko'chadan chiqib, ko'chaning orqadagi yo'lga kirdim. Oldimga qarab, badanim ozroq titrab ketdi. Bir cho'ng saratgarlik turibdi. Uning ustiga saratgarlik dal biz ko'chib kelgan uyning orqa tarafiga to'g'ri keladi. Ham saratgarlikning keyni tarafidami bir egiz to'polonliq bo'lib, egizligi 50-60 metr keladi. Men ichimda bir baraymi, bir barmaymi deb ikki xiyol bo'lib qoldim. Bo'ldilar, hozir saratgarlikqa barsammi kunduzi. Hech nimani ko'rgil bo'lmaydi. Sal kech bo'lganda baray, balkim oqshomgi ovozning cho'qim bir bishorati bordi. Men orqamga yenib, darvoza oldiga keldim. Darvozadan amdi kiray deb tursam, dadamning savag'ishi chiqib, "Bundoq shaharda nega bordan bola? Bo'lsa, kunduz qalayimqa sirtqa chiqma. Sal turib, nashtadan keyin sizlarni mashinamda aylantirib kelay." Men ma'qul deb uyga kirib ketdim. Onungacha hammasi o'rnidan turib bo'lgan bo'lib, azaldan uy ichida oldimga yugurib kelmaydigan mushuk ustidan sakrab tushibla oyoqimning ustiga, ya'ni eliqi o'zi tishlagan yerni tatlashga boshladi. Men sal andikib bir bulung'uroq o'tkazsammi, kelib yanala hadab putumni tatlavatdi. Ko'nglimga shu zamon gumon tushdi. Bu chuqum yaxshilikning bishorati emas. Mushuk tishlagan yerning izidan o'zimni tushunmaydigan g'alati bir qo'rqat paydo bo'lib qoldi. Uning putumning ozroq yerini tishliganiga bunchalar cho'ng bir xatning paydo bo'lib qolishi kollamda yeshilmagan sir edi. Ular bu mushuk hozircha seni qo'g'daydi degan, lekin nimishqa oldingi qatim tuyuqsiz yuqab sanduq ichiga kirib olgandi. Tugunning ichida tugun. Men bu ishlarning tegiga yetmasam bo'lmaydi. Kechdi chuqum ovoz chiqqan tarafga berib baqay. Balkim biror savolga javob chiqib qolar. Men shularni o'ylab kech bo'lishini kutdim. Soat sanab oram deganda kunni kesh qildim. Tushda dadamning sabog'ishi, "Yuringlar, mashinada aylantirib kelay" degan bo'lsa-mu, men bormayman deb qilib qoldim. Onam bilan inim, singlim ham dadamning sabog'ishini ayoli chiqib ketdi. Men shu yolg'iz qilgan fursatda uyga kirib, mushukning yoniga bordim. Gerçi o so'zlamaydigan bo'lsa-mu, mening gapimni tushunatdi. Men bo'layotgan ishlarning tegiga yetish uchun asta mushukka yaqinlashib, uxlayotgan mushukning do'mbasini tutdim. U menga beshini ko'tarib qarab qo'ygandan keyin o'rnidan turdi. "Degina, nemishqa meni tanlaysizlar? Sizlar zodi kim? Nemishqa o'z vaqtida putimni tishlaysan? Bu tumanning nima xazidi bor? Menga deb bergin. Men endi boshqalarning o'lib ketishini xohlamayman." Cho'ng tipdagi vahimalik asar Qora mushuk. 9-qism. Men shularni deganimda mushuk turgan o'rindan bir qancha qatim qo'zg'alib deb faqat miyolab qo'ydi. Men ichimda nechini tilib etdim. Umidimni ashu qabristonga qo'yib qo'ydim. Kech kiraydiganda onam bilan endi singlimni yenib keldi. "Yuring bolam, yo'q, janakingiz bilan patugul achingiz sizga yeng kiyim elib berdi. Kiyib sinab beqing." "Yo'q bo'ldi, sal turib kiyib baqay. Sizlar kelaveringlar." Men shundoq deb turishimga, "Yuring-a, boshqa bolalar o'zaro oralashib o'tadigan, sizdek yovvoyi emaskan."
Müşküllərdə bəklə osalışıb getib barsız cumu. Anamның sərbi bilan degan gapi ichimni achchiq qilib qo'ydi. Amalsiz kiyimni kiyib sinab baxmoqchi bo'ldim. Uyga kirib kiyimni sinab bo'lgandan keyin selivitib ittik teshig'i chiqdim. Ham oqshomgi ovozning yana anglanishini kutdim. Ichimda cho'qim bugun kechdimi anglandi deb o'yladim. O'ylaganimdek yeliq ovoz yana paydo bo'ldi. Ferhat, bu yoqchi. Ferhat, bu yoqchi. Ovoz gerçi qo'rqinchli anglansimi, yuragimni bir tutib, ittik uyga kirib, mushukni ko'tarib chiqdim. Yanimda mushuk bo'lgandan keyin o'zimni sal bexatar his qildim. Ham qo'rqinchim ozroq bo'lsa-mu yo'qaytdi. Men ittik tor ko'chadan chiqib, qabristonga tarafga mangdim. Bara-bara qadamlarim ostlab ketib boradi. Qo'limdagi mushukmi qabristonga yaqinlashgan sari tipirlab, hech jim turmadi. Ichimda "Chiptira, hammasi sening kasobiting" deb ozroq silkib qo'yib, osti qadam bilan qabristonning oldiga keldim. Ovozmi aslidagidan kuchayotdi. Xuddi biror qabrdan jasaddan birisi chiqibla kapida tortib, akirkizdigandek tuyg'u paydo bo'lib, ozroq qo'rqib atrofimga pat-pat qarab qo'ygach, ovozning keyniga agashdim. Nima ishqikin bu ovoz meni xuddi so'rab menayotgandek his qilib, o'zimni bilmayla qabristonga qadam bosibdiman. Tuyuqsiz mushukning ochiq varqirgan ovozidan keyin xuddi tushdan uyg'ongandek bo'lib, kallamni bir silkib o'tib, oldimga qarab cho'chib ketdim. Qabristonning qoq o'rtasida turatdim. Üstü ochiq bir qabra, qabrning ustida ozroq seg'iz tubi bo'lib, qabr ichiga suzlab tushayotdi. Keynimga nachida ajib, yenimga qarab, teximga cho'chidim. Ikki yon orqam hammasining usti ochiq qabra. Qabr ustidagi qabr to'pisi ichiga suzilib kirayotgan bo'lib, men varqirab tashig'il qil qoldim. Nima deb kelgandiman? Endi pushaman qilsam-mu kechikdim. Nima ko'rsam ko'ray deb oldimdagi qabrdan oylanib o'tib, oldimga osti qadamlar bilan maqdim. Mushukmi nechimi yanglab qo'yib, keynimdan agishib keldi. Keynimdagi gerçi mushuk bo'lsa-mu, bu qorong'ida mushukmi meni qo'rqitib qo'ygan edi. Xuddi meni ittirib, og'zi ochiq qabrga tiqib o'tadiganideklar. Tuyuqsiz chiqilib tushib, bir qabrga kirib ketsam, yiliq qizli ko'z olvosla menimi so'ngaklarim bilan qo'yami? Men qandoq bo'lib bunday xiyol qilib qoldimkin, tenim shurkinib ketdi. Ichimda dadam o'gitib qo'ygan ikki og'iz so'zni o'qib mangdim. Mana og'ir qabristondan chiqib oldim. Lekin qo'rqish bunun bilan tugab qolmadi. Men to'polonlikqa taqishib qolgan edim. Oldimda egiz to'poloq, keynimda usti ochiq qabrlar. Bu qatim meni chaqirgan ovoz mening yon tarafimdan chiqqanda qiladi. Men avaylab to'poloqni mengib, to'poloqning ozroq agildigan yeriga keldim. Anangni kim ichayotgandi bu qabrning eg'izini? Bo'ldilar. Ichida yotganlar jannatda bo'lsin deb qo'yib, to'poloqdan agilib oldimga qarab, qoqqan qo'ziqdagi turib qoldim. Bir cho'ng o'nkir oldimda paydo bo'ldi. Ichi qop-qorong'u. Qarg'an odam ishniga siyib ulguradi. Kiraymi, kirmaymi? Ovoz mushu o'nkirdan chiqdi. Agar men keynimga yonsam, birasi chiqib tortib akiribmi ketami? Bo'ldi. Men niyatimdan ostini olay deb oldimga qarab turib, keynimga bir qadam elishimg'ila bir narsa putimga urindi. Qo'rqinimdan varqirab, sakrab ketdim. Mushuk! Anangni. Bayon keynimda mushuk borligini unutib qoldim emasmi? Men cho'nqur bir nafas elib, tez-tez so'qiyotgan yuragimni qo'limda besib olib, keynimga qaramay badar qaytishni planladim. Endi bir qachay deb tursam, mushuk miyanglabdi, to'puluqqa yo'linib qoldim. U ichiga qarab miyanglayotdi. Anangni meni qo'yib et. U xuddi putimni bog'lab qo'ygandek turgan joyimdan midirlolmay qilyotdim. Yo'q. Putimda jonmi qolmagan tursa, albatta midirlolmayman-da. Men bir narsaning qo'lqimning tuyidla tinayotganligini payqadim. Ko'zimni yumib oldim. Ajilim tugaganda o'xshaydi. Men mushlardek o'lib ketamanmi? Ko'zimdan chiqayotgan yoshlar mag'zimni bo'ylab ichimga kirib ketyapti. Ana! Men sal tuvan ovozda to'ldim. Balkim qo'rqinishim ozroq bo'lsa-mu, besqa deb o'yladim.
Lekin hech bir badanimning og'riyotganini sezmadim. Lekin tiniq, aniq anglanayotdi. Men beshimni asta tiniq kelgan tarafga burab, bir ko'zimni g'uva ochdim. Aa! Paloqida keynimga yiqilib, keynimga necha qadam dojib tepchiklab ketdim. Odam desam, butun badani tuk bilan qoplab ketgan, xuddi orangutandek bir maxluq menga qarab turardi. Mening tepchiklab varqirab ketganimdan cho'chidimi, qo'lidagi ko'tarib olgan bir odamning ustunini yiroqlarga cho'rivatdi. Ko'zi qip-qizil bo'lib, burni tüp-tüz. Og'zi yuzining o'ng tarafida edi. Bo'yi 2 metrda kelibdi. Oldimga göz tashlab kelib oldi. Men bo'lsam, keynimga qancha yana olsam, shuncha yandim. Putumni bir narsa kappida tutibla asta yuqoriga ko'tardi. Ovozim qancha chiqsa, shuncha varqiravatdim. Heliqi maxluq putumni ustiga qilib, beshimni yuziga yaqin akilib qarab qo'yib, o'nkir tarafga elib mangdi. Aslida men keynimga tepchiklab yenayotganimda bir usti ochiq qabrning ichiga tushib ketganlik tas qolgan ekanman. Mushuk, neredesan? Men ovozimni qo'yib varqirdim. Lekin hech sado yo'q. Agar mushu yerdan tirik chiqib ketalsam, bo'ynimdagi tumarni tashlab o'tishga, putumdagi heliqi xatni o'chirib o'tishga, agar o'tmasa putumni kesib o'tishga qasam qilib bo'ldim. U meni o'nkirning ichiga elib kirib, ancha uzoq mangmayla yerga qo'yib qo'ydi. Sirtni aniq ko'rgili bo'ladi. U mening varqirishimdan zerikkan bo'lsa kerak, qo'lida og'zimni kappida etib oldi. Anangni og'zimni yumib olishga fursat bermadi. Siz tuklarini og'zimga tiqib, qo'lining tuklari g'idiqlab mengamga chiqib ketdi. U birdan turib o'tib, qo'limni qo'yib o'tib, shundoq sat xiqiriq ovozda: "Vaqirma, foydasi yo'q. Hech kim anglamaydi." U shundoq deb bo'lib, keyniga o'rilib, mendan 5 metrda yiroqlashdi. Men yig'lamsirab turib: "Sen kim?" "Men dal seni chaqirgan olvasti shu." Uning qo'lisidan dadimamni qandoq? O'zining olvasti kelganda qandoq bildiganda? Qo'rqib tursammi, qandoqsiga bundoq o'ylab qoldimkin? O'zimning uning cho'ngildi kelgan ajab his qilmabdimmi? "Meni nima uchun chaqirding? Mening bilgim bor. Tumarni sizlarga beray, lekin meni qo'yib o'tinglar, bo'lamdi. Men sizlardan o'tinib qolay." deb tizlinib yig'lab ketdim. "Hozir vaqt emas. Sen tumarni bersangmi, men olmayman." U har bir gapni qilganda ovozdan chiqqan sado keyniga yenib keladi. Men ko'nglimda o'lsammi bilib qilib o'lay deb tizlangan o'rnimdan osib turib, "Amsi senda so'rab baqsam, nimishqa meni tanladinglar? Nimishqa yeşil ko'zli maxluqlar bilan qizil ko'zli maxluqlar bo'ynimdagi bu tumarni elbishga urindi? Ham ular zodi nereden kelgan?" "Seni biz tanlamadik. Sening dadang bizga tanlab bergan." "Nima? Mening dadam?" Yo'q, dadam herkes undoq qilmaydi." "Endi kechikding. Agar bilmoqchi bo'lsang, dadangdan so'ra. Qizil ko'z bilan yeşil ko'z har ikkalasi bu tumarni ko'zdan yo'qitib o'tishni o'ylaydi. Lekin unutib qolma. Bu tumarni faqat sen tutsang hech nima bo'lmaysa. Boshqalar tutib qolgan hamon mush qabristonlikda bir jasad ko'paydi." "Yo'q, tumarni sizlarga beray. Mushkulmi aytinglar. Menda kichik, qo'limdan ishlim kelmaydi. Sizlar nima desanglar, shuni qilay." U maxluq qattiq tashlab oldimga kelib, yo'g'on eg'izni birli ichib, shundoq bir nari tortib o'rkirmasmi, varqirab o'zimning varqirishidan qaytgan aksida o'nkirni bir olgan edi. "Sen keyningga yonolmaysan. Qizil ko'z bilan yeşil ko'zga ishonma. Ular tumarni ko'zdan yo'qitib etsa, senimi yevitidi." "Nima? Yevitidi? Acaba oldingi qatimdagilar rostla?" "Lekin ular tumarni qo'lida tutolmag'achqa, sana yaqin kelanmay, atrofingdagilarni o'ldirib, seni qo'rqitib, tumarni sen orqali yo'qotmoqchi." U g'azab bilan o'rkirib, varqirab turib devatadi. Gerçi qo'rqib, put qo'limda jon qolmasimi, so'rmoqchi bo'ldim.
Əmsə, bu müşkçü. Bu degan bir xoin. O'zi vaqtida podshoning sodiq quli edi. Lekin podshoyimizga sotqinlik qilib, mushu holga tushib qoldi. Onun seni qo'g'dishi faqat qilganlariga pushaymon qilish uchun. Yeşil göz bilen qizil göz müşkdan qo'rqmaydi. Bu sotqin ulardan qo'rqidi. Əmsəlik qızıl göz bana o seni qoğdadı degan edi. O zadi nima? O birdən turib ketib, sen podshoning qabrisiga borsang, hammani tushunib yetsa. Onun podsho deganini anglab, o'zimning saqlı tugashganimni his qilib yetdim. Qaysi podsho? U nerede? Məxluq osti kaniga yenib, bir bulunga berib manga qarab, Öldü. Müşkni men qaytirib ketdimi? O endi seni qo'g'dimaydi. Sen barıdığın yer behirak. Lekin sen çokum var ise bu tumanı yiningdan ayırma. Eğer ben barmsamçı. Eğizimden qandaq bo'lib chiqib ketdikin, qaytirilishimni ulgurolmadim. Senin yolun tixi uzun. Barmayma disk amalın yok. Lekin şu esingde bolsun. Tumanı boynundan ayırgan haman sen mi öylese? Ben seni podshoning qabrisida saqlayman. O shundoq debla bir qo'lida kappada tutibla meni o'nkir ichiga elib ketdi. Quloq to'mda ko'zimni yum degan ovoz anglandi. Ittik ko'zimni yumib, turman, sado yo'q. Parhojon. Tuyuqsiz anglangan onamning varqirishidan cho'chib ko'zimni ochib turgan joyimga yiqilib tushdim. Onammi yenida paydo bo'lib qolgan menga qarab, "Voyjon" deb varqirab ketdi. Nega bordingiz? Men sizni to'g'lig'ili qancha uzun bo'ldi? Voy Aminam, bola yiqilib qoldi. Hozircha so'zlamayli, tez uyga kirayli. Dadamning savolishini ayoli shu gapni qilib bo'lgandan keyin onammi yenimga kelibla meni yulab uyga akirdi. Aminam, tez suv keling. Bola bir narsadan qo'rqib ketibdi. Yuzimga tekkan sovuq sudim ozroq sargib, ko'zimni boshqara olmay qoldim. Voy bolam, ne bo'ldingiz? Nimadan qo'rqib ketdingiz? Men faqat uyning orqadagi qabristonlik tarafga qo'limni uzatdim. Aminam, orqadagi qabristonlik edi. Bu bola qanday xo'biyaga berib qolgandi? Ko'zlarim asta yumulib qilib Men nerede? Bir kanglar ketgan qaqosliqda bellari mukchib ketgan, chochlarini chiroy to'sib turgan biri menga kaynini qilib turibdi. O kayniga o'rilib, menga osti qadam bilan yaqinlab keldi. Sen kim? Yaqin kelma. Ben senin saqlığını bek uzak bo'ldi. Onun kappida bo'ynimni tutgan qo'li shunchalik qattiq bo'ynimni siqib, qo'lini tumarga uzatdi. Lekin qo'li tumarga tegmay turibla, tumardan bir yeshil nur, villidan nur chiqarishi bilanla u menga qas qilibla choplashib qoldi. Yo'qol! Men barcha kuchim bilan uni ittirdim. Lekin qo'lim uning badanini teshib, kayni tarafga chiqib ketdi. Yo'qol! Ko'zimni lapida qilib ochdim. Qo'lim havoda laylab turadi. Yerimga tushimkan. Asta beshimni ko'tardim. Qor tarlar chekamdan chiqib, meni hozirtib qo'ygan edi. O'zimning uyda ekanligimni ko'rib, ming shukrlar etdim. Lekin uyda hech kim yo'q edi. Acaba ular nega ketgandi? Meni yolg'iz tashlab qo'yib, xap. Dadam bo'lgan bo'lsa, hergiz bunday qilmaydi. Men shularni o'ylab, eg'ir badanimni ko'tarib sirtga chiqdim. O'yli ichimni jimjit bo'lib, hech qanday ovoz yo'q edi. Darvoza oldiga chiqib boqay deb, darvozani oldimga tossam, eshik taqiq. Deb kendimga yenib kirdim. O ishning dadam bilan nima munosabati bor? Hech qallamdan o'tmayotdi. Men shuni o'ylab, dadamni shundoq seg'inganimni his qildim. O kirib ketganimi necha 10 kun bo'ldi. Bir xabarim yo'q. Onun kulimsirab turgan ashu chiroyi ko'z oldimga kelishi bilan ko'zimdan mo'llidi qilib yosh chiqib ketdi.
darvozaning ochilgan ovozi anglanishi bilan ko'zimdagi yoshni ittik surtib deraza tarafga qaradim.